Shunday qilib ichimdagi turgan dushmanimni ushlagan kim ekan? Menga yomonlik qiladigan, menga Xudo berib qo'ygan kasbimni, Xudo berib qo'ygan rizqimni kim tortib oladigan ekan? Axir o'sha inson kelyapti, men mana bu qo'limda mehnati bilan pul topyapman. Ba'zi birlariga o'xshab mana past ishlatib qo'ymayapman-ku. Men nafsimda tiyapman-ku, uzoq o'ylabman-ku ko'p narsalarni deb kim kelsa mana shu qo'lim mehnati bilan foydalanatdim. Ba'zi birlariga o'xshab ora-orada past ishlatib qo'yadiganim yo'q edim. Qo'limni mehnati bilan pul topatdim. Xudo bergan mana shu kasbim uchun non topib yurgan edim. Lekin men ichimdagi, yonimdagi mana bu dushmanim, mana dushmanim olib kelsam yeb qo'yapti.